Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan xalqaro xususiy huquq fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizda davom ettiramiz. Demak, bugungi ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi intellektual mulk bo'yicha xalqaro konvensiyalar va bitimlarning umumiy tavsifi deb nomlanadi. Demak, mazkur mavzu yuzasidan quyidagi rejalar asosida bir qator konvensiyalarni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha Parij konvensiyasi. Bundan tashqari, tovarlarning kelib chiqish bo'yicha yolg'on va chalg'ituvchi ko'rsatkichlarni oldini olish to'g'risida Madrid bitimi, Olimpiya ramzlarini muhofaza qilish bo'yicha Nayrobi shartnomasi, shuningdek, kelib chiqish joylari nomlarini va ularni xalqaro qayd etishni muhofaza etish to'g'risidagi Lissabon bitimi va shu bilan birga TRIPS bitimi, ya'ni intellektual mulk huquqini savdo sohasida qo'llash sohasidagi bitimni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda Parij konvensiyasiga to'xtalib o'tamiz. Demak, mazkur konvensiya asosiy masala sanoat mulkini muhofaza qilish yuzasidan qabul qilingan. Ya'ni 1883-yil 11ta davlat sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha Parij konvensiyasini imzolagan va xalqaro Parij ittifoqini tuzgan hisoblanadi. Hozirgi kunda esa O'zbekiston Respublikasi ham mazkur konvensiyaga a'zo va bundan tashqari Butunjahon intellektual mulk tashkilotiga ham a'zo bo'lganligi uchun mazkur konvensiya bizda yurtimiz uchun ham alohida e'tirofga sazovor hisoblanadi. Ushbu konvensiyada 3ta asosiy qoidalar belgilab o'tilgan. Demak, bular birinchisi milliy rejim, ikkinchisi ustuvorlik huquqi hamda umumiy qoidalar. Demak, milliy rejimda nimalar aks etadi? Milliy rejim demak xalqaro xususiy huquqda national treatment ham deb ataladi. Unga asosan konvensiyada qatnashuvchi har bir davlat unda qatnashuvchi boshqa davlatlar fuqarolariga nisbatan sanoat mulkini huquqiy muhofaza qilish sohasida o'z fuqarolarga qanday huquqlar bersa, demak, boshqa davlat fuqarolariga ham xuddi shunday imkoniyatlar va huquqlarni berishi kerak bo'ladi. Ayni vaqtda garchi konvensiya ishtirokchisi bo'lmagan davlatning fuqarosi bo'lsa ham, lekin konvensiya ishtirokchisi bo'lgan davlatda istiqomat qiladigan bo'lsa yoki haqiqiy yoki soxta bo'lmagan sanoat yoki savdo korxonalariga ega bo'lsa ham, demak, konvensiya tomonidan beriladigan huquqiy muhofazadan foydalansa bo'ladi. Demak, bu istisno holat tarzida beriladigan bir imkoniyatlardan biri sanaladi. Va keyingi asosiy qoidalardan biri bu ustuvorlik huquqi. Demak, Parij konvensiyasida ustuvorlik huquqi unga bo'lgan huquq patentlarga, tovar belgilariga, sanoat namunalariga nisbatan mustahkamlangan. Uning mohiyati shundan iboratki, konvensiya qatnashchisi bo'lgan davlatlardan biriga to'g'ri rasmiylashtirilgan asosda ariza, ya'ni talabnoma bergan talabnomachi muayyan belgilangan muddat davomida, misol uchun ixtirolarga va foydali modellarga va patentlarga 12 oy muddatda, tovar belgilari yoki sanoat namunalariga esa 6 oylik muddatda va boshqa holatlarda, demak, ushbu davlatlardan muhofaza qilish to'g'risidagi murojaat etishi mumkin bo'ladi. Bunda esa keyingi talabnomalar birinchi marta berilgan ariza asosida berilgan hisoblanadi. Va uchinchi oxirgi asosiy qoidalardan biri bu umumiy qoidalar deb bag'ishlanadi. Demak, umumiy qoidalarda nimalar aks etadi? Avvalambor, patentlarga nisbatan turli ishtirokchi davlatlarda ayni bir ixtiroga berilgan patentlar bir-biridan mustaqil hisoblanadi. Tovar belgilariga nisbatan esa tovar belgilariga talabnoma berish va ro'yxatdan o'tkazish har bir ishtirokchi davlatning milliy qonunlari bilan belgilanadi. Va shuningdek, sanoat namunalariga nisbatan esa har bir ishtirokchi davlatda sanoat namunalari muhofaza etilishi lozim va bunda sanoat namunasi ifodalangan buyum bu davlatda tayyorlanmasligi huquqiy muhofazani haqiqiy emas deb topish uchun asos bo'lmaydi. Va shuningdek, firma nomiga nisbatan esa bu huquq har bir ishtirokchi davlatda firma nomlari talabnoma berish yoki ro'yxatdan o'tkazish shart bo'lmagan holda huquqiy muhofaza qilinadi. Va oxirgisi, demak, g'irrom raqobatga nisbatan esa har bir ishtirokchi davlat g'irrom raqobatdan samarali muhofaza qilinishi shartligi, demak, Parij konvensiyasining asosiy qoidalari sifatida belgilab berilgan. Va o'z navbatida keyingi asosiy konvensiyalardan biri bu tovarlarning kelib chiqishi bo'yicha yolg'on yoki chalg'ituvchi ko'rsatkichlarning oldini olish to'g'risidagi Madrid bitimi hisoblanadi. Mazkur bitimga asosan, agarda tovarlar kelib chiqishi bo'yicha yolg'on yoki chalg'ituvchi ko'rsatkichlar bo'lsa va ko'rsatkichlar ishtirokchi davlatlardan birining yoki uning hududini tovarning chiqish yoki uni tayyorlagan mamlakat ichida bevosita yoki bilvosita ko'rsatsa, demak, bunday tovarni olib kirishga arest solinadi, ya'ni chek qo'yiladi.
har bir ishtirokchi davlatning sudlari qanday nomlar ushbu bitim ta'sir doirasiga kirmasligini demak belgilashga haqli hisoblanadi. Va keyingi navbatda Nayrobi shartnomasi ham demak olimpiya ramzlarini muhofaza qilish bo'yicha asosiy intellektual mulk sohasidagi konvensiyalardan biri hisoblanadi. Demak, ushbu shartnoma Butunjahon intellektual mulk tashkiloti, Parij ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar uchun ochiq hisoblanadi. Mazkur shartnomaning ishtirokchisi bo'lgan davlat olimpiya ramzlari, misol uchun 5 ta tutash halqalar tasvirlarini Xalqaro olimpiya qo'mitasi ruxsatisiz tijorat maqsadida, misol uchun reklama e'lonlarida, tovarlarda, tovar belgisi sifatida foydalanishdan muhofaza qilishi shart hisoblanadi. Va patent korporatsiyasi to'g'risidagi mazkur shartnoma esa ingliz tilidagi qisqartmasi PCT, ya'ni Patent Cooperation Treaty deb nomlanadi. Parij konvensiyasi a'zolari bo'lgan barcha ishtirokchi davlatlar demak patent korporatsiyasi to'g'risidagi shartnomani a'zo davlatlardan biri hisoblanadi. Agar talabnoma beruvchi Yevropa patent konvensiyasining ishtirokchisi bo'lgan davlatning fuqarosi bo'lsa yoki uning hududida istiqomat qilayotgan bo'lsa, demak xalqaro talabnoma Yevropa patent idorasiga berilishi mumkin hisoblanadi yoki ishtirokchi davlatlar o'zaro o'zlarining milliy patent idoralari orqali ham bularni ro'yxatdan o'tkazib, keyinchalik ushbu konvensiya orqali xalqaro doirada ro'yxatdan o'tkazish ham mumkin bo'ladi. Va navbatdagi ushbu patent kooperatsiya shartnomasining afzalliklari quyidagilardan o'z aksini topadi. Demak, talabnoma beruvchi PCT doirasida, ya'ni patent korporatsiyasi shartnomasi doirasida tashqaridagi protsedura tartibiga nisbatan boshqa mamlakatlarning huquqiy muhofaza yorlig'ini olish maqsadida demak bir necha mamlakatda mahalliy patent vakillarini tayinlash bo'yicha zaruriy tarjimalarni tayyorlash to'g'risida va milliy bojlarni to'lash haqida demak 8 oydan 18 oygacha ko'proq vaqtga ega bo'ladi. Bundan tashqari milliy patent idoralarining izlanishlar va ekspertiza o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan bir qancha ishlar ham jiddiy ravishda kamayishiga olib kelishi mumkin. Va o'z navbatida har bir xalqaro talabnoma demak xalqaro izlanishlar to'g'risidagi hisobotlar bilan e'lon qilinganligi sababli manfaatdor har bir shaxs taqdim etilayotgan ixtironing patentga layoqatligi to'g'risida asoslantirilgan ma'lumotlar olishi mumkin hisoblanadi. Va o'z navbatida belgilarni qayd etish to'g'risidagi Madrid bitimi ham demak xalqaro xususiy huquqda intellektual mulk obyektlarini himoya qilish sohasidagi asosiy huquqiy hujjatlardan biri sanaladi. Demak, mazkur bitim Parij konvensiyasi ishtirokchisi bo'lgan davlatlar uchun ochiq hisoblanadi. Bitimda belgilarni tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini Jenevadagi demak Butunjahon intellektual mulk tashkilotining xalqaro byurosida xalqaro qayd etish, ro'yxatdan o'tkazish nazarda tutiladi. Ushbu bitim bo'yicha demak imtiyozlardan foydalanish uchun talabnoma beruvchi ishtirokchi davlatlar birining fuqarosi bo'lishi yoki bu hududlarda turar joyga ega bo'lishi lozimligi demak shart qoida sifatida belgilab berilgan. Va o'z navbatida xalqaro qayd etish belgisi o'sha belgi egasiga bir qancha afzalliklar ham tug'diradi. Demak, ulardan birinchisi demak tovar belgisining kelib chiqishi mobaynida ushbu tovar belgisining kelib chiqish manbai bo'lgan ishtirokchi davlatlardan ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin belgi egasi bitta tilda, ya'ni fransuz tilida va bitta talabnoma berish orqali va bitta organga, ya'ni xalqaro byuroga boj to'lagan holda xalqaro qayd etishni lozim deb topish mumkin. Va o'z navbatida muddatni uzaytirish masalasida ham afzalliklarga ega, ya'ni muddatni uzaytirish bu yerda har 20 yilda amalga oshiriladi. Va shuningdek 1970-yildan ittifoq o'z assambleyasiga ega hisoblanadi. Mazkur assambleyaning asosiy vazifalaridan biri esa ittifoq dasturlari va budjetini qabul qilish, shuningdek Madrid tizimidan foydalanishda boj miqdorlarini belgilash hisoblanadi. Shuningdek, Lissabon bitimi haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, Lissabon bitimi kelib chiqish joy nomlari va ularni xalqaro qayd etish muhofaza qilish to'g'risidagi bitim hisoblanadi. Demak, ushbu bitim Parij konvensiyasi ishtirokchi davlatlari uchun ham ochiq hisoblanadi. Demak, mazkur bitimdan ko'zlangan maqsad kelib chiqish joylari narxlarini muhofaza qilishni ta'minlash hisoblanadi. Bunday nomlar demak BMT xalqaro byurosi tomonidan Jenevada manfaatdor ishtirokchi davlat vakolatli idoralari demak talabnomasi bo'yicha ro'yxatdan o'tkaziladi hamda 1 yil davomida unga xabardor qilishi kerak hisoblanadi. Va hozirgi kunda demak 1993-yildan 1-yanvarga qadar ushbu bitimga
Lissabon bitimiga 729 ta kelib chiqish joyining nomlari qayd etilgan va o'z navbatida ushbu bitim bo'yicha ittifoq ham ta'sis etilgan. Ittifoq o'z assambleyasiga ham ega. Demak, assambleyaning asosiy vazifasi 2 yillik dastur va ittifoq budjetini qabul qilishdan iborat hisoblanadi. Shuningdek, sanoat namunalari, ya'ni intellektual mulk obyektlarining eng asosiy turlaridan biri hisoblangan sanoat namunalarini xalqaro depozitlashtirish to'g'risidagi Gaga bitimi ham asosiy huquqiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Demak, Gaga bitimi bevosita BMTning xalqaro byurosi tomonidan yoki sanoat namunasidan kelib chiqqan mamlakat bo'lib hisoblangan ishtirokchi davlatlarning sanoat mulki bo'yicha milliy idoralari vositachiligida amalga oshiriladi. Demak, talabnoma beruvchi e'lon qilishni, demak, 12 oydan oshmagan muddatda xalqaro depozitlashtirish sanasidan boshlab yoki ustuvorlik so'ralgan hollarda ustuvorlik sanasidan boshlab 12 oygacha kechiktirib turishni iltimos qilish mumkin. Va bundan tashqari esa har bir ishtirokchi davlat xalqaro depozitlashtirish to'g'risidagi e'lonni olgandan so'ng 6 oy muddat ichida muhofaza berishni rad etishga haqli hisoblanadi. Va o'z navbatida xalqaro depozitlash har 5 yilda uzaytirilishi mumkin. Muhofazaning amal qilish muddati ham 5 yil yoki uning birinchi 5 yilning oxirgi yilida uzaytirilgan holda esa 10 yildan kam bo'lmasligi ham demak ushbu bitim doirasida belgilab qo'yilgan qoidalardan biri hisoblanadi. Va o'z navbatida demak intellektual mulk huquqini savdo sohalarida qo'llanish bo'yicha bitim, ya'ni TRIPS bitimi ham eng asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Demak, TRIPS bitimi Butunjahon savdo tashkilotining muhim huquqiy asoslaridan biri hisoblanadi. Butunjahon savdo tashkiloti, demak, BST inglizcha termini WTO bilamiz, World Trade Organization. Demak, mazkur tashkilotga a'zo bo'lishni xohlagan har bitta davlat avvalambor TRIPS bitimini imzolashi shart hisoblanadi. Demak, TRIPS bitimi asosan intellektual mulk sohasida mulkiy huquqlarni qo'riqlaydi. Bunda ishtirokchi davlatlarning bir-biriga nisbatan milliy rejim, qulay rejim berish asoslari va tartibi, bitim bo'yicha majburiyatlar bajarmasligi taqdirida ko'riladigan iqtisodiy sanksiyalar belgilab qo'yilgan hisoblanadi. Va o'z navbatida TRIPS bitimi 7 ta qismdan iborat bo'ladi. Demak, birinchi qismda ushbu bitimning asosiy qoidalari va asosiy tamoyillari belgilab berilgan. Ikkinchi qismda esa intellektual mulkdan foydalanish da huquqlarning mavjudligi, hajmi va qo'llanish bo'yicha standartlar belgilab berilgan. Va uchinchi qismda esa intellektual mulk huquqini himoya qilish ta'minlanishi, keyingi qismlarida esa intellektual mulk huquqlarining vujudga kelishi va o'z kuchini saqlab qolish bo'yicha qoidalari hamda nizolarni oldini olishni hal qilish tartibi, shuningdek TRIPS bitimi amalga oshirish bo'yicha tashkiliy tizim, ya'ni institutsional choralar va yakuniy qoidalar ham demak TRIPS bitimining tegishli bo'limlarida keltirib o'tilgan hisoblanadi. Va shuningdek Yevrosiyo patent konvensiyasi ham demak intellektual mulk obyektlarini himoya qilishda asosiy konvensiyalardan biri hisoblanadi. Demak, mazkur konvensiya depozitarisi, demak Birlashgan Butunjahon intellektual mulk tashkilotining bosh direktori hisoblanadi. Yevrosiyo patent tashkiloti organlari bo'lib ma'muriy kengash va Yevrosiyo patent idorasi hisoblanadi. Tashkilotning bosh shtabi demak Moskva shahrida joylashgan. Talabnoma va hisobot berilgan muddat ichida, demak talabnoma berilgan sanadan boshlab 18 oy o'tgandan keyin e'lon qilinadi va shuningdek Yevrosiyo patentini berish yoki rad etish haqida qaror 3 ekspertdan iborat bo'lgan kollegiya tomonidan qabul qilinadi. Va shuningdek Yevrosiyo patentining amal qilish muddati ham bu yerda asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Demak, amal qilish muddati 20 yilni tashkil qiladi. Bundan tashqari Yevrosiyo patent konvensiyasi BMT a'zolari bo'lgan davlatlar uchun hamda sanoat mulkini muhofaza qilish to'g'risidagi Parij konvensiyasiga a'zo davlatlar, shuningdek patent korporatsiyasi to'g'risidagi shartnoma bilan bog'liq bo'lgan boshqa davlatlar uchun ham ochiq hisoblanadi. Va o'z navbatida Yevrosiyo patenti ishtirokchi davlatlarda avtomatik amal qilmaydi. U faqatgina o'sha patent egasi tomonidan ko'rsatilgan mamlakatlardagina va tegishli bojlar to'langan taqdirdagina amal qilishi, demak ushbu konvensiyada asosiy qoida sifatida belgilab berilgan. Demak, talabalar, bugungi intellektual mulk obyektlarini himoya qilish sohasidagi xalqaro konvensiyalar va bitimlar umumiy tavsifi mavzusi yuzasidan to'xtaladigan asosiy masalalar shulardan iborat edi. Agar sizlarda ushbu mavzu yuzasidan savollar yoki murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi Telegram, YouTube manzillarimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.
E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.